Men Sheraliyev Abrorjon Admonovich. Bu tasviriy san'at yo'nalishiga yoshligimdan qiziqaman. Kamoliddin Behzod Milliy rassomchilik dizayn institutida 4 yil davomida tahsil oldik. Bu yerda malakali ustozlar qo'lida ta'lim oldik. Kamoliddin Behzod Milliy rassomchilik dizayn institutini 2008-yilda bitirgan bo'lsam, shu o'zimiz sohamiz bo'yicha ozgina o'sha teatr bezagi rang ta'siri sifatida muqimiy teatrlarda ozgina ishladim va shu bilan o'zimizda qishloqqa qaytdim. O'sha 24-bolalar musiqa san'at maktabida 2010-yildan beri shu yoshlarimizga, shogirdlarimizga bilim berib kelmoqdaman. O'zimda o'sha olgan tajribalarim, olgan bilimga suyangan holatda yoshlarimizni, shogirdlarimizga ta'lim berib kelmoqdaman. Hop, hozirda shogirdlarimiz juda ham ko'p. Kamida hozir institutda o'qiyib turgan, u yerda tahsil olyapti, kollejlarda tahsil olyapti. 20-30 tacha shogirdlarim bor. Hozirda yana musiqa san'at maktabida 20 nafar shogirdlarim bor. Ularga hozirda tasviriy san'at yo'nalishidan ularga olgan bilimlarimdan ulashib kelmoqdaman. Men bu kasbim bilan faxrlanaman. Bu kasb, tasviriy san'at kasbi juda ham bir keng ma'nodagi bir kasb deb o'zim bilaman. Chunki bu kasb orqali men juda ko'p narsalarga erishdim desam bo'ladi. Juda ko'p sohalarga, har bir narsalarni o'ylab, fikrlab, ishlash bir jarayonini, yechimini yechib beradigan kasb deyman. Ko'p narsalarni qurilish sohasida deysizmi, juda ham ko'p sohalarga insonni o'sha o'ylash tafakkurini o'stirganligi sababli juda ko'p narsalarga odam bemalol erisha oladi. Ustachilik sohalari deysizmi, juda ko'p narsalarga demak sababchi bo'lar ekan. Bu kasbni tanlaganimga men afsuslanmayman. Juda ham yaxshi kasb. Bu kasbimdan men faxrlanaman.